Tergovchi. Qimmatga tushgan xato. Komil Sindarov. 9-qism. Matnni Ziyovuddin Hakimov o'qib eshittiradi. Bahromning xayollari chuvalashib ketdi. Vaqt allamahal bo'lishiga qaramasdan uxlay olmadi. Hovliga chiqib biroz sayr qilgan bo'ldi, lekin vazira bunga qanday qarar ekan? U menga muhlat imkon berarmikin? Onamni to'g'ri tushunarmikin? Uning ko'nglidan nimalar o'tayotganligini his qilishga harakat qilarmikin? Darvoqe onam nima uchun bizning turmush qurishimizga qarshilik ko'rsatayotgan ekan? Otabek va Kumushning holati tushunarli. Har ikkisi ham ota-onasining yolg'izgina farzandlari bo'lishgan. Ularning birga bo'lishi qaysidir bir oilani farzandidan judo qilish bilan barobar bo'lgan. O'sha davr uchun Toshkent bilan Marg'ilon o'rtasidagi masofa hisobga olinadigan bo'lsa, bu ayriliqning dahshatlari yanada yorqinroq bilinadi. Ammo bizning vaziyat unchalik emas-ku. Oftoboyim bilan O'zbekoyimni tashvishga solgan ayriliq dardi onamga xavf solayotgani yo'q-ku. Unda onamni nima bunchalar bezovta qilyapti? Nima uchun u shu qizga shunchalar qarshi bo'lib qoldi? Uning nimasi, qaysi jihatlari onamga ma'qul bo'lmadi ekan? Xayolimda onam ko'proq mening taqdirimdan xavotirda. Mening boshimga tushgan savdolarda vazirani aybdor deb biladi. Irim-sirimlarga unchalik ishonmaydigan onam negadir bu qizni shumqadam deb hisoblaydi. Balki menga ayon bo'lmagan qandaydir sabab bordir. Axir onalarning qalbi sezuvchan bo'ladi-ku. Bahromning sabri zo'rg'a 2 kunga yetdi. Butun boshli 2 kecha kunduzni yorini so'roqlab borishdan o'zini tiyib o'tkazdi. Daqiqalar yillarga, kunlar asrlarga aylanganday bo'ldi go'yo. Vazira bu holatdan taajjubga tushib, balki o'zi yo'qlab kelib qolar degan xayolga ham bordi. Shu orada vaziraning ham Halima opaning o'g'lim menga uchrashmaslikka va'da berdi degan so'zlarning to'g'riligiga shubhasi qolmadi. Ich-ichidan ezilib adoyi tamom bo'ldi. Turli-tuman shubha-yu gumonlar bag'ri dilini kemirib tashladi. Nahot onasining birgina gapi shunday jasur, mard va oqil yigitni izdan qaytarib, yoridan ketishga majbur qilsa? Nahot Bahrom akam bu fojiani bartaraf etish, vujudga kelgan chigalliklarni yechish, onasining ko'ngliga yo'l topish choralarini ko'rmasdan birdaniga taslim bo'lsa? Nahot endi kelmasa, uni boshqa ko'rmasam, usiz qanday yashayman? Yo hech narsani bilmaydigandek o'zim izlab borsammikin? Qizlik nomusi, hayosi, g'ururi bunga yo'l qo'yarmikin? Bu mashmashalardan xabari bo'lmaganda edi. Allaqachon uning ortidan izlab borib, holidan xabar olgan bo'lmasmidi? Shuncha gapdan keyin qanday qilib borsin? Bordi ham deylik, Bahrom akasi bunga qanday qararkan? Endi meni izlamang, ortimdan kelmang desa nima bo'ladi? Bundan o'lgani ma'qul emasmi? Ey Xudo, o'zing yo'l ko'rsat notavon bandangga. 3-kuni Bahromning sabr bardoshi to'ldi. Darsdan chiqib to'g'ri universitet yotoqxonasiga yo'l oldim. 2-qavatga chiqib uzun koridor bo'ylab yurar ekan, tanish eshikka yaqinlashgan sari yuragi qattiqroq ura boshladi. O'rtoqlar, 1 daqiqa diqqat qiling. E'tiboringiz markazida Ziyo TV YouTube kanalining asoschisi va muallifi Ziyovuddin Hakimov. Videoni ushbu daqiqasiga qadar agarda hamroh etgan bo'lsangiz, demak, ijodimizga befarq emassiz. Shunday ekan, sizdan birgina iltimos, bittagina like tugmachasini bosib va albatta qo'ng'iroqcha va izohlarda o'z fikri, mulohazalaringizni qoldirsangiz kifoya. Bu esa YouTube algoritmiga monand ko'proq insonlar ko'rishiga sabab bo'ladi. Albatta bu o'z navbatida bizni yanada ko'proq videolarni tayyorlashga chorlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Boy bo'ling. Eshikni Mashhura ochdi. Assalomu alaykum. Keling kuyov bola, keling. Kamnamo bo'lib ketdilar. Ishlar ko'payib ketdimi deyman. Mashhuraxon, yaxshimisiz? Ha, darslar bilan ovora bo'lib. Vazira mehmonning ovozini eshitib uning istiqboliga chiqdi. Assalomu alaykum. Bahrom qizning salomiga alik olib, bir qadam tashlab ichkariga kirdi.
ko'zlar to'qnashdi. Go'yo o't chaqnab yuraklarga olov purkaganday bo'ldi. Bu shahlo ko'zlardagi quvonch qayga yo'qoldi. 3 kunda shunchalik cho'kib qolibdi bechora qiz. Yo onam uning oldiga ham kelganmikin? Nahot uchrashgan bo'lsa? O'sha kuni kuzatib qo'yaman desam, unamagan edi. Demak, izlab topgan. Yigit muvaqqatgina stolga o'tirar ekan, gapni nimadan boshlashni bilmay taysalladi. Vazira, yaxshimisiz? O'qishlar qalay? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Sizlar bemalol gaplashib turinglar. Men do'konga chiqmoqchi edim. Mashhura egniga xalatni tashlab tashqariga shoshildi. Mendan xafamisiz? Bahrom qizga yaqinroq o'tirib qo'llaridan tutdi. Yo'q, nega endi? Ishingiz ko'p, hammasini tushunaman. Qiz ko'zlarini yerdan uzmay qo'llarini qaytarib olishga harakat qildi. Ammo yigitning baquvvat qo'llari uni mahkamroq tutib, qaytarib olishiga imkon bermadi. Mening shu kunlarda darslarim ko'payib sizdan xabar ola olmadim. Men sizdan xavotir oldim. Halima opaning gaplari quloqida jaranglab turgan qiz o'zini hech narsadan bexabarday tutishga urindi. Sizni boshqa xavotirga solmaslikka va'da beraman. Yigit shaxt bilan o'rnidan turib qizni o'ziga tortdi. Belidan qushib og'ushiga oldi. Tovoniga tushay deb turgan sunbul sochlarining iforidan mast bo'ldi. Quloqlarigacha qizarib ketgan qiz to'rga tushib qolgan qushday pitirlab bir muddat yigitning quchog'idan chiqishga harakat qildi, ammo yigit uni mahkamroq quchib o'ziga tortdi. Jonim, sog'inib ketdim. Sizni hech kimga bermayman. Yigit lug'atida bor shirin so'zlar bilan qizni erkalab, ko'zlaridan, yuzlaridan o'pa boshladi. Uning qaynoq mehridan iyib ketgan qiz bir fursat jimib qoldi. O'ziga berilgan bunday erkdan ruhlangan yigit qizning g'uncha lablaridan sonsiz bo'salar ola boshladi. Ishq lazzati har ikki qalbni sarxush ayladi. Shu topda ular borlig'ini unutib 7-osmonda uchib yurganday edi. Butun umrlari davomida bunday lazzat gashtini totmagan ikki jismu jon bir bo'lib ketganday edi. Shu paytgacha yengil qarshilik qilib turgan qizning nazokat to'la xatti-harakatlari yigitnikiga uyqashib ketdi. Sizsiz yashay olmayman, Bahrom aka. Vazira ko'zlarini mahkam yumgancha yigitning qulog'iga shivirladi va uni mahkam bo'ynidan quchdi. Men ham hayotimni sizsiz tasavvur eta olmayman, jonim. Bahrom qizni qattiqroq quchoqladi. Shunda qizning tarang ko'kraklari ko'ksiga botib, a'zoyi badani jimirlab ketdi. Shu taqlid ikki sevishgan qalb bir-biriga olam lazzat, safo ulashib qotib qoldilar. Qizning olovdek taftli yuz ko'zlari dudoqlaridan bo'salar olishda davom etayotgan yigitning lablari uning ko'zlaridan quyulayotgan yoshni his etdi. Jonim, bo'ldi. Yig'lamang, men sizni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Yigit qizning boshidan ushlab ko'zlariga tik boqdi. Nimadan bunchalar bezovtasiz? Axir birgamiz-ku. Qo'rqaman. Nimadan? Kimdan? Sizdan ayrilib qolishdan. Sizni tashlab ketadigan nodon bormikan? Bilmadim. Yana bitta yarimtasi boshingizni aylantirib. Vaziram. Sen bilmaysan. Siz bilmaysiz. Mening mana shu berahim qizni qanchalik sevishimni. Yaxshi bo'pti. Qiz o'zgacha bir nazokat bilan yigitga tikildi va cho'zilib qulog'iga shivirladi. Meni sen deyishingizni xohlayman. Nima uchun? Yigit ham shu ohangda qizning qulog'iga shivirlab so'radi. Siz desangiz negadir bir-birimizdan uzoqlashgandek tuyuladi menga. Есть. Bundan buyon sen deyman. Yigit o'ng qo'lini boshiga olib borib, askarlarga xos chest berdi. Siz xafa bo'lmasangiz bo'lgani. Siz emas, sen. Uzr. Seni jonimdan ortiq sevaman. Bir muhlat ikki yoshning jismu joni qorishib ketganday bo'ldi. Shu payt eshik taqillab qoldi. Vazira lip etib Bahromning quchog'idan chiqib, yoyilib ketgan sochlarini to'g'riladi, yuz ko'zlarini artib oldi. Eshikda Mashhura ko'rindi. U o'zining bemavrid kelganini fahmlab, sumkasidan qandaydir kitobni olib iziga qaytdi.
Sizlar bemalol gaplashib o'tiraveringlar. Men qizlarning yonida bo'laman. Mashhura xonadan chiqar ekan yigitdan yashirin vaziraga ko'z qisib qo'ydi. Sizlardan ham rosa behalovat qildim, uzr. Bahrom qizga aybdordek javdiradi. Hech qisi yo'q. Dugonam o'zi ko'pchilik bo'lib dars tayyorlashni yaxshi ko'radi. Vazira ohista o'z joyiga o'tirib muhim gapni aytmoqchidek yigitga jiddiy tikildi. Bahrom aka, iltimos, endi uchrashmasak. Nega? Bu nima deganingiz? Meni ham, o'zingizni ham qiynamang. Ota-onangizni norozi qilib, biz hech qachon baxtli bo'la olmaymiz. Onam siz bilan uchrashdimi? Qiz yerga qaradi. Ko'zlaridan oqayotgan marjon yoshni sezdirmaslik uchun yuzini qo'llari bilan to'sdi. Onajon, onajona. Baribir o'z aytganingizdan qolmabsiz-da. Bahromning onasi Vaziraga uchraganiga shubhasi qolmadi. Vazira, jonim, onam uchun sendan uzr so'rayman. Yigit qizning yoniga o'tirib yuzini o'ziga qaratdi. Ro'molchasi bilan ko'z yoshlarini artdi. Men onamni ko'ndiraman. Mana ko'rasan, onam unchalik qahr qattiq inson emas. Unga biroz vaqt kerak. Bizga Xudo xohlasa o'zlari oq fotiha beradilar. Bilmadim Bahrom aka, lekin negadir menga juda qarshilar. So'zlaridan qaytmaydilarmi deya qo'rqaman. Qiz boshini Bahromning ko'ksiga qo'yib chuqur tin oldi. Qo'rqma jonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz birgalikda kurashamiz. Kim axir o'z muhabbatiga osongina erishibdi? Farhod va Shirin, Layla va Majnun, Bahrom va Dilorom, Otabek va Kumush. Ishq yo'lida qanchalar zahmat chekmadi ular. Balki sevgi o'zining ana shunday azoblari bilan qadrli va yoqimlidir. Har kim o'z sevgisi, muhabbati uchun kurashishi lozim emasmi? Shoir bo'lib keting-ey. Qizning chehrasi yorishib yigitga yuzlandi. Men ham kurashdan, kutishdan sira charchamayman, lekin baribir qo'rqib ketyapman. Negaki boshqalarga qarshi kurashsa bo'ladi. Ammo o'z onasiga inson qanday qarshi borishi mumkin? Unga qarshi qanday kurashsin? Yo'q jonim. Biz onamizga qarshi bormaymiz, balki u kishini bizning tarafga o'tishiga umid qilamiz. O'zlari boshimizda turib, nikohimizga rozilik berishlarini kutamiz. Siz chekinmasangiz bo'ldi. Men qancha bo'lsa kutishga tayyorman. Qiyinchiliklarga ham sabr bardoshim yetadi. Faqat siz xo'sh, biz nima ekan? Onangiz ko'zlab yurgan o'sha qizga og'ib ketmasangiz bo'lgani. Qiz ko'zlarini javdiratib yoqimli erkalandi. Onamni shunchalik mahliyo etgan qizni avval ko'raylik. Agar sizdan suluv bo'lsa, o'ylab ko'ramiz. Ha, boring o'sha suluvingizning oldiga. Qiz yigitni ko'ksidan itarib o'rnidan qo'zg'aldi. To'xta. Yigit qizni qo'lidan tutib o'ziga tortdi. Buncha rashkchi bo'lmasang, sendan go'zal, sendan suluv qiz bormikin olamda? Izlasangiz topilib qolar. Qiz onangiz sizga allaqachon topib qo'ygan demoqchi bo'ldi-yu, yigitning ko'ngliga tegib ketmasin degan xayolda fikrdan qaytdi. Izlay seni topdim, Vazira. Bahrom qizni mahkamroq quchdi. Hurmatli kuzatuvchilar, kitobning navbatdagi qismlarini birinchilardan bo'lib kuzatib, voqealar rivojiga guvoh bo'lmoqchimisiz? Unda Telegramdagi detektiv kanaliga a'zo bo'ling. Muntazam tarzda taqdim etiladigan qismlarni tinglab, dunyo qarashingizni kengaytirishingiz mumkin. Bir martalik to'lov evaziga butun boshli kitobni xohlagan paytingizda o'zingizga qulay vaqtda tinglash imkoniyatidan bahramand bo'ling. Shoshiling. Joylar soni cheklangan. A'zo bo'lish uchun 97 kodi bilan 210 76 54 raqamiga Telegram orqali xato so'zini yozib qoldiring.